Bismillahirrohmanirrohim. Qarz haqidagi darsimizning ikkinchi qismi. Odamlar bir-biri bilan muomala qilar ekan, xohlasin, xohlamasin biriga qarz beradi, biridan qarz oladi. Uy solaman deb qarz bo'lgan bo'ladi, unga yordam beriladi. Iqtisodiy o'sishlik uchun qarz olinadi. Xullas, qarz bor narsa. Qiyomatgacha bu yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin shariat mana shu qarz ishini tartibga keltirishlikni xohlaydi, toki musulmonlar mana shu bilib bilmasdan noto'g'ri ishlarni qilib qarz ustida musibatga kirishmasin. Bir tomondan muhtoj odamga qarz berishlik savobli ish ekanligini shariat ta'kidlaydi va qo'lida bor odam undan biroq qarz so'rab kelsa, berishlikka targ'ib qiladi va mana shu ish uchun katta ajr borligini aytadi. Ikkinchi tomondan qarzdor odamga uni mas'uliyatini, yelkasidagi javobgarligini eslatadi, ta'kidlaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bir musulmon boshqa musulmonga 2 marta qarz bersa, bu bir marta sadaqa qilganga o'xshaydi. Qarzni berdingiz, pulingiz qaytib keladi yana o'zingizga. Lekin ana shu pulni sadaqa qilgandek bo'lasiz. Bundan kelib chiqadiki, qarz berayotgan odamga shuncha ajr bor.